tadbirkorlik bilan shug'ullanaman degani pul topaman degani emas hali. Chunki qanchadan qancha tadbirkorlar minusga ishlayapti, lekin ishlaydi. Bu hayot tarzi. Bu pul topish emas. To'g'ri, pul topish imkoniyati bormi? Ko'p. Misol uchun, men menejer sifatida aytaylik $5,000 topib yurgan paytimda 2 barobar ko'p harakat qilsam 6,000 topardim. Lekin men hozir tadbirkor sifatida 2 barobar ko'p harakat qilsam ancha kattaroq summa topaman-da. То есть, ya'ni lekin sal rastavitsa qilsam menejerlikda o'sha 5,000 qolaverardi baribir. Lekin tadbirkorlikda sal rastavitsa qilsam men minusga ham kirib ketib qolaman. Kasbiy razrif ham boshlanishi mumkin. Ya'ni pul topish uchun tadbirkorlik bu to'g'ri boshlanishda hammada shunaqa bo'ladi. Bu ham bir siklga o'xshagan narsa-da. Ya'ni biznesni boshida pul deb kiriladi, keyin bosqichlari bor, albatta. Bundan o'tish kerak. Bu yaxshi ham emas, yomon emas, bu tabiatan shunaqa. Ya'ni boshida pul topaman deyiladi, keyin qanchadir qorin to'ygandan keyin o'zi tashqari sal go'zalroq ko'rinish boshlagandan keyin o'zi to'xtaydi. Mana bitta shu daraxt ekam ekan, daraxt ekki deydi. Mana bitta qiynalayotganlar bor ekan, qiynalayotganlarga yordam beray deydi. Bu etaplarni o'tib olish kerak. O'shanga yoshlar pul topaman degani biz anaqa qilmaymiz, yomon demaymiz bu narsani, lekin bu etapdan o'tib olish kerak tez deb o'ylayman. Lekin bu asosiy maqsad emas. Deb ko'rinyapti hozir. Yoshlarga biz ham shunaqa boshlaganmiz boshida. Qachondir mana shu pul topaylik deb harakat qilingan, lekin buni orqasida ko'p boshqa mavzular ham borligini keyin ko'rar ekansiz. Pul topganingizdan keyin ko'rinish boshlaydi. Pul topmaguncha gapirganingiz foydasi bo'lmasa kerak menimcha.